bizdeki milliy manfaatimiz hamidan ustun bo'lishi kerak çok. Rayondaki menfaatlerimizden. Bizning Turkiyadagi Uyg'urlarning albatta manfaati bor, Amerikadagilarning bor, Yevropadagilarning bor, ammo o'rtaq bir milliy manfaat bo'lishi kerak-da bu yerda. Cho'ng. To'g'ri. Bu milliy manfaat o'lcham bo'lishi kerakki, biz shuni asos qilishimiz kerak. Sen boya degan boshqa davlatlarning istixborotiga ishlasa qanday bo'ldi degan gapim mush yerga tushdi shu. Har qaysi davlatlardagilar shu davlatga bilan ishlab kelsa, o chog'da shu davlatningki qo'liga qurolga aylanib qoldi-da, Uyg'urning milliy manfaati deb bir narsa bo'lmaydi. Shunga biz men degandek Uyg'urning manfaati uchun ishlagan bo'lsa, okey, Uyg'urning manfaati uchun ishlamay, shu davlatning manfaati uchun ishlab, Uyg'urni sotgan bo'lsa, bu shim dedim bu. O'xshaydi. 816. Bir gap qilib qoldi Xitoycha. Xitoycha inglizcha qilib qo'ydim.